Yo, menga aytchi, dunyodagi eng chiroyli bola kim? Gapirolmaysan-da. Bunchalar chiroyli bo'lamanmi, ey? Endi seni ko'mishlar tushunyapman-da. Vashimi ehtiyot bo'lingizlar. Keyingi bekat qizlarning yuragi, yosh bolali, homilador, yosh katta ayollar menga jo'sh yotmaysizlar. O'zi qizlarga ba'zir chidayapman. Ее глаза такие синие, глаза магнит. O'tkir akami? O'tkir aka! O'tkir aka, sizni topdi. Mash qizlarim toza jonimga tegdi-da. Singilcha, men chiroyim deb turib, o'zingiz baxtingizdan voz kechmang. Kuyov bola menchalik chiroyli bo'lmasa ham, lekin ishonaman baxtli bo'lasizlar. Rahmat aka. Hayotlaring xuddi menga o'xshab chiroyli bo'lsin. Buni bitta o'xshab o'nqir-cho'nqir bo'lmasin. Akam mushiga kalal ekan. Я убегаю, но назад, снова зовут ее глаза. Имя ее со мной летит, тянет и тянет, как магнит. Пятые сутки я не сплю, кажется, я с ума сойду. Именно месте голова, это все она. Это все она. Nima menga telefoningizni berib oldingiz? O'zingiz bunday qildingiz-ku, buni qanaqa telefonligini bilasizmi? Bekor qaytarib berdingiz. Bu Honor X8 modeli. Bu telefon kunduzi yaxta tursin, oqshomlari ham zo'r rasmga oladi. Zarbaga ham, suvga ham chidamli. Eng zo'ri, eng o'chirg'ich funksiyasi bor. Bu funksiyaning foydali tarafi, shunday rasmga tushirsangiz, rasmda keraksiz narsa bo'layotgan bo'lsa, shunday belgilaysiz, shunday o'chirib bersangiz bo'ladi. Masalan, yuqori rasmga tushsak, rasmda keraksiz narsa siz shunday o'chirib tashlaysiz. Voshita bu telefon sizga bekor berganim yo'q. Yaqinda 8-mart ayollarimizga Honordan zo'r sovg'a yo'q. Xo'p, zo'r ekan, lekin menga telefon raqamingiz kerak. Bu qizim toza jonga deydi. Lekin birorta qizga nomerimni bermaganman. Sizga ishonib beryapman. Mang. O'tkir aka, men tashlab qo'yaman. Yo'q, o'zim tashlab qo'yaman. Men bilan ketasiz, O'tkir aka, men tashlab qo'yaman. Yo'q, o'zim qo'yaring sizlar. Tushuninglar, sizlar ko'psizlar, men bittaman. Qani qo'limdan kelsa, dublikat qilib turib, o'tkirlar ko'paytirib sizlarga bersam. Qo'lingiz o'ng. Men ham og'iran Jennifer Lopesga o'xshab betimni sug'urta qildiramanmi deyman.